Farg'ona vodiysi tarixan hunar, savdo va madaniyat markazi bo'lgan hudud. Bu yerda hayot har doim qizg'in bo'lgan. Lekin shaharlarning qiyofasi ko'p yillar davomida asosan eski mahallalar va past qavatli uylar atrofida shakllanib kelgan. So'nggi yillarda shahar tobora yangicha tus olmoqda. Yangi biznes markazlar, zamonaviy turar joylar Farg'ona shaharsozlik sohasi tubdan o'zgarayotganining yaqqol misolidir. Xonadon xaridi oddiy tanlov emas. Bu yashash muhiti, xavfsizlik, qulaylik va kelajak haqidagi qaror. Ana shunday yondashuv asosida yaratilayotgan loyihalardan biri Saylgoh turar joy majmuasidir. Bu loyiha shahar markazida joylashgan bo'lib, zamonaviy arxitektura va puxta o'ylangan infratuzilmani o'zida jamlaydi. Farzandlar uchun xavfsiz muhit, yer osti parking, oila uchun qulaylik va hashamatli hayot tarzi. Bularning barchasi kundalik hayotni yangi darajaga olib chiqadi. Farg'ona yangi bosqichga chiqmoqda va Saylgoh turar joy majmuasi ana shu o'zgarishlarning amaliy ifodasi.